Men sizlarga qanday qilib qo'yni rang-barang qilishni o'rgataman hozir. Birinchi anvilimizni qo'yib olamiz. Keyin bizga qo'y kerak bo'ladi va yoziladigan taxtacha va unga jeb deb yozib olamiz. Nimaga chiqmadi? Hammani chiqdi. Jeb deb yozib olamiz. Yana pastki chiqishcha joy tashlamasdan. Mana hozir o'zlaringiz yaxshilab ko'rib olinglar. Mana tayyorlar. Tushmi? Nega? Yo'q, tushmabdi. Yana qaytadan qilish kerakdir. Qani yaxshilab qarang, balki tushgan. Yo'q, qaytadan qilamiz. Hoppa. Yana shu jeb deb yozib olamiz. Aytganimdek. Yana pastki esdan chiqib ketmasin. Qarang, shunaqa rang-barang bo'ladi deb qo'yamiz. Bu juda ham zo'r layfhak. Tayyorlashlarim. Yaxshi, qo'yib olib qo'ysammi? Yo'q, kerak emas. Bor-ku. Paqaga qochib ket. Yo'q, qochib ketdi. Uni bo'lib qo'yamiz. Mana ko'rdinglarmi, do'stlarim? Qo'ydi rang-barang bo'ladi. Rang-barang. Qani o'ldirib ko'ramiz. Yo'q, oddiy tusharkan. Mayli, yana qilib ko'rsatamiz. Mana do'stlar, ko'rdinglar, jeb yozib olsa shunaqa bo'ladi. Juda ham ajoyib layfhak. Molda ishlamaskan. Yaxshi.